Shu spent $150 supplies and Gas to serve. gas. Hop qarang. Isir bu spent. Nima? Sarflama. $150 for supplies and gas. Ya'ni ikkita sayyoralarga $150 pul sarflaydigan. Supplies yani xarajat degani, ya'ni o'sha olinadigan narsalar degani gas bu gas. To start Lagen moving service. Start. Boshlash. Nimani? Lagen moving service. Yani qanaqadir servisni. Hop, o'zi Lagen moving yani o't o'rish servisi degani. Ekan. She charges. U charge. Masalan, oldi, pul oldi. $25 each round she moves. U ko'chirgan har bir maysasi, o'rgan maysazor uchun $25 dan pul oldi. In the first week, birinchi haftada u made ishladi, $50 ishladi. After cost of supplies and gas, demak, was the tax. Yani qaranglar, nima degani bu? After keyin, nimadan keyin? Cost of supplies and gas. Yani shu ikkala xarajatini qoplagandan keyin nima qildi? $50 pul ishlatdi. Yani gazga ham to'labdi, supplylarga ham to'labdi. Tushundingmi? Which equation qaysi tenglama? Represent. Nima deydi? Ifodalaydi. Bu holatni qaysi x number of lavin maysazorlar soni jinnu bu moved nima qilgan? O'rgan, ko'chirgan during the first week. Yani birinchi hafta emasda davomida. Hamma rozimi? Endi qarang. Endi qarang. O'zi u $25 dan olyapti. To'g'rimi? 25x bo'ladi. Demak, 25x bo'ladi. Endi qarang. $25 ga ishladi o'zi. $25 ga ishladi. Endi qarang. Buni $150 xarajati bor edi. Gaz bilan bu suppliesga. Demak, bu 25x dan ayirlashgan 150. Ya'ni aytayotgan. Shu gaz va shuni xarajatlaridan keyin $50 ishladi. Demak, buni ayirib bersa, necha bo'ldi? $50 bo'ldi. Degancha,